Yo, So'xan, bu senmiding? Nega endi bunday ish qilishim kerak? Bugun esda qolarli tug'ilgan kun bo'ldi. Bu Sonchiyanmi? U yig'layaptimi? Bu Jiyansang u bilan yaqinlashish uchun qulay vaqt. Nima qilyapsan? Nima? Meni bu yerdaligimni qanday bilding? Yoki hamma harakatimni kuzatyapsanmi? Ahvoling yaxshimi? Yo'q. Yaxshi emas. Endi hech kimga ishonmayman. Hech kimga bo'lmaydi. Qolganlar bilan ishim yo'q. Lekin menga ishonishing kerak. Sovg'amni ochdingmi? Yo'q, hali. Ochmagan bo'lsang nima qilding? Sen yig'lamaganda yaxshisan, sen yaxshisi yig'lama. Santa kelyapti shaharga, shuning uchun sen yig'lama. Bu nima? Men nimalar qilyapman o'zi? Buni qanday qilib matbuotga jo'nataman? Hech qachon bunday qilmayman. Avval aytganimdek, Sojunga buni hazil deb aytaman. U meni albatta tushunadi. Men o'yindan chiqyapman. Nima? Ishqiy munosabatda? Men qizga achinib ketyapman. Yigit ko'rinishdan juda michig'ovga o'xshaydi. 혹시 순정 씨랑 연락돼? Yo'q. 순정 씨랑 유대리 둘 다 쌍으로 연락이 안 돼. 아니 유대리는 이 와중에 갑자기 무슨 휴가야? U faqat mening qo'ng'iroqlarimni rad etyapti deb o'ylagan. Bugun uni dam olish kuni edimi? Kechirasiz, yo'ldan qoch. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Qachongacha o'zingni yosh boladek tutasan? Unda mendan nima kutyapsiz? Endi yaxshimi? Choy ichsang. Kechirasizlar, lekin bu juda katta jekpot. Jurnalist sifatida bunga qanday ko'z yumishim mumkin? Qanaqa jurnalistlik? Siz muxlisi borgan rasmni joylading. Siz ko'proq axlat gazeta muxbiriga o'xshaysiz. Kechirasiz. Jiyansang, qiyin vaziyatni boshdan o'tkazyapsiz. Jiyansang va o'sha qiz shunchaki yaqin do'st. Buni nima deb atash mumkin? Baribirlarni yaxshi tanishadi. Bunday emas. Sevib qolishmi? Kim bunday dedi? Yo'q, shoshmang. Sevgi dedingiz, to'g'ri. Chunki biz mana bunday qildik. Og'zingni yopasanmi, yo'qmi? Buni hamkasblar o'rtasidagi yaxshi munosabat deb qo'ya qoling. Ha, shundaymi? Shimsonjang, meni hamkasbim emas. Jiyansang, unda o'zingiz haqiqatni ayta qoling. Shimsonjang va sizning munosabatlaringiz qanday? Nimalar bo'lyapti? Bular hammasi nima? Men ham shuni so'ramoqchiman. Matbuot tarqalguncha shu yerda qolishing kerak. Ichishga biror narsa xohlaysanmi? Nimangiz bor? Dinayning olchali sharbati va darmonli choy. Ha, menda olmaligi ham bor. Shunchaki sovuq suv ham bo'laveradi. Menda faqat iliq suv bor. Chunki sovuq suv sog'liq uchun zararli deb Bunday aytishgan. hech narsa kerak emas. Aytgancha telefoningizni berib tura olasizmi? Telefon?
Nega? O'zingnikini unutib qoldiribsan. bir martagina qo'ng'iroq qilaman. Lekin quvvati tugabdi. Oldin zaryadlashim kerak. Quvvati tugabdi, senga keyinroq ko'rsataman. Nimadir bo'ldimi? Hech narsa, boravering. Telefonni o'chirib qo'ydim. Bu nima bo'ldi ekan? Shimsonjon? Demak, o'sha aktyor bilan uchrashyapsizlarmi? Shuni hozir so'rashingiz kerakmi? Kechirasan. Yo'q, men kechirim so'rayman. O'zimni jahldor tutdim. Uchrashayotganimiz yo'q. Rostdanmi? Ha, rostdan. Nega uchrashmayapsan? Yoki meni debmi? Yo'q, albatta. Sababi men uni hali topmadim. Uni o'sha aktyor yoki yo'qon taqib qo'yayotgan odam deb o'ylaysanmi? Tug'ilgan kuningga sovg'a sifatida sen uchun uni tutaman. Nima bo'lsa ham o'sha qo'rqoqqa sendan ustun bo'lishiga yo'l qo'yma. Men hali bilmayman. Lekin bu men ishonadigan odam emasligiga ishonishni istardim. Telefoningiz hali ham quvvatlanib bo'lmadimi? Tekshirib kelaman. Hozir Shimsonjon qayerda? Men sen uchun ishlayman, Shimsonjon uchun emas. Keyin hozir xayolingda faqat Shimsonjonmi? Albatta, Shimsonjon xayolimdagi yagona narsa. U oldin bunday holatga tushmagan. Menga telefoningizni bering. Yo'q, boshliq seni telefonlardan uzoq tutishimni aytgan. Uying berib turing, u bilish shart emas. Yo'q, men senga yo'q dedim. Yaxshi, unda meni uni uyiga olib bor. Nima? Hoy, joyi jingsang. Endi chegaradan oshib ketyapsan. Hozir seni deb qancha odam muammoda ekanini bilasanmi? Dan boshqa u haqida kim qayg'uradi? Agar men bir marta ham qo'ng'iroq qilmasam, u men haqimda nima deb o'ylaydi? Bularni Soncheng uchun qilayotganingga ishonching komilmi? Hammasini o'zing uchun qilyapsan, shundaymi? Nega o'tmishga qilganing kabi hammamizni qiyinchilikka qo'yapsan? Quvvatlanib Yo'q, bo'libdi. astag'firulloh. Ishlatib bo'ldingizmi? Foydalanmoqchimisan? Albatta. Foydalanish uchun kutayotgandim. Behuga va ishga qo'ng'iroq qilishim kerak. Nima? Yo'q, shunchaki Alo? Alo? Rumiho, qayerdasan? Nega sen bilan bog'lanish qiyin? Seni yaxshi eshitmayapman. Nima? sen buni ko'rdingmi? Men Shimsonjondan nafratlanaman. Foydalanib bo'ldingmi? Ha, u menga hozir parkda ekanini aytdi. Attraksion uchayapti shekilli, juda shovqin edi. Aytgancha, sizda sharbat va nimadirlar borligini aytganmidingiz? Ichishni istamaysan deb o'ylagandim.
O sharbat ichkim keldi. 아, Chanqab 땡기야. ketdim. Dinayning olchali, qulupnayli va olmali sharbatlari bor. Ha, yangi uzumli Hech sharbati qaysi- ham bor. Ha, o'zim sharbat ichaman. Hozir olib kelaman. Shimsonjong meni o'ldiradi. Nima qilyapsan? Nega buni? Nima qilyapsan? Sonjiyong! Sonjiyong, Shimsonjiyong, tashqariga chiq. U shunchaki ahmoqona yozmalar edi. Uni qarama. Nega menga bunday qildingiz? Nima deb o'ylading? U men emas, hojatxona tashqarisidagi voqea tasodif edi. Yo'q, hatto bilmayman nega u o'sha yerda edi. Unda pichoqchi. Nega u bu yerda? U yerda yotgan ekan. Men uni shunchaki olib keldim. Shunchaki tashqariga chiq, Sonjiyon. Senga hammasini tushuntirib beraman. Buni senga olib kelgandim, barmog'ing uchun. Tibbiy qutini olib kelaman hozir. Unday emas, aldamayapman. Shunchaki hech narsa. Kechirasiz, men tezda qaytaman. Hoy, choy ichsang, hoy, meni o'ldirmoqchimisan? O'lmaysiz. Agar tinchgina ketishimga imkon bersangiz politsiyaga shikoyat qilmayman. Bu nima deganing? Men senga nima qildim? Daftar shunchaki his-tuyg'ularim uchun axlat qutdi. Boshqa odamlarga dardimni to'kib sochmasligim uchun. Meni yaxshi bilasan. Bu yerga nafratlanishingizni qayta yozibsiz. Agar yomon ko'rsangiz nega uchrashishni taklif Seni qildingiz? sevaman. Qachonki chin dildan sevib qolsang o'zingni tushkun va tashlab ketilgandek his qilasan. Sonjiyon, sen doim menga men yaxshi odam ekanligimni aytarding. Mendan nima qilishimni xohlaysan? Yo'q, biz birga ekanligimiz ham xato edi. O'ylab ko'rsak, o'sha vaqtda hiddan ortiq kam gap edingiz. Hislaringiz haqida ham gapirmasdingiz. Aslida qanday ekanligingizni bilmadim. Menejer yo, bu men Siyoyohvan. Uydamisiz? Men shunchaki o'tib ketayotgandim va ichimlik olib keldim. Rostdan ham uchrashishimiz xato bo'lgan deb o'ylaysanmi? O'zingizni jabrlanuvchidek ko'rsatmang. Menejer yo, uydamisiz?